Kuzgi yomg'irdan so'ng nega allergiya kuchayadi? Chunki ambroziya, shuvoq kabi o'simliklarning changlari suvni yutadi va parchalanadi va 100 barobarga ko'payadi. Bu esa 25 mikrometrdan kichik bo'lgan allergen changlarni yuzaga chiqaradi va bu esa allergenlar nafas yo'llarining alveolar holatigacha yetib boradi. Bu esa nafas yo'llarida nafas siqishi, bo'g'ilish, yo'tal kabi shikoyatlarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birgalikda mog'or zamburug'i sporalari havoga ko'tariladi. Bu esa 35 barobar allergik holatlarning kuchayishiga olib keladi. Nafas siqishi, bo'g'ilish, yo'tal, ko'z yoshlanish, burun bitishi kabi shikoyatlar vujudga keladi. Bunday holatlarda allergolog, immunolog mutaxassisiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Agarda siz va yaqinlaringizda shunday holat mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.